yana bir gapirib qo'ymoqchiman o'sha gapirgan gapimni. Mana qaranglar, sallani butun o'sha O'zbekistonni o'sha borib kelgan Hoji Makkalar Alloh tomonidan qabul qilinmaydi. Bu islom dinida shunaqa. Men islom din bo'yicha gapiryapman. Salla nima desam ekan, birovni qo'rqitib san qiyomatga borasan, san dozoqqa borasan deb sanlar o'zlaringlar o'zingni dininglarni bilmaysanlar. San allaqachon dozoqiy millat bo'lgansan. Tushunasizmi? Chunki butun o'sha qilgan Hoji Makka bu riyo deb hisoblanadi. Endichi Google'da yozinglar riyo deb, unga o'zbek tilida ham chiqadi tushuntirishda. Tushunasizmi? Men shaxsiy o'zim topganman. Riyo deb so'raylar, anaqa domlalaringlardan so'raylar, riyo nima degan narsa. Sizlarga tushuntirib beradi. Riyo degan narsa pakazuxa. O'sha masalan namoz o'qiysanmi, sadaqa qilasanmi yoki Hoji Makkaga borasanmi? Pakazuxa uchun qilasan. Pakazuxa bu dozoqiy narsa. Bu kichik shirk deyiladi. Kichik shirk, tushunasizmi? Bu uchun dozoqqa borasanlar. Seni Hoji Makka o'sha umra to'ylaringlardan birga hech u qabul qilinmaydigan narsa Alloh tomonidan. Ayniqsa o'sha umra to'ying. Bu naturalniy pakazuxa, tushundingmi? Pakazuxa degani o'sha riyo degani. Tushunasizmi? Unga bir nechta hadislar ham bor. O'sha hadislar nomergacha men berganman va kimga yozgan o'shani berganman. Uning uchun senlar dozoqqa borasanlar 100%, bildingmi? Lekin senlar baribir qilganinglarni qilaveраsanlar. Chunki senlar Allohga qaramaysizlar. Senlar qo'shningga qaraysiz, voy qo'shni nima deyapti? Voy ani qo'shni nima deyapti? Voy ani qo'shni umra to'y qildi, men ham qilishim kerak. Voy ani qo'shni Hoji Makkaga borib umra to'y qildi, men ham endi Hoji Makkaga borib umra to'y qilishim kerak. Sen bunichi qo'shnilaringga qarab qolsan, obro'yingni saqlab qolmoqchisan qo'shnilaringning oldida. Mana meni kamchiligim yo'q deb boshqalarning oldida. Lekin sen riyo qilyapsan, bildingmi? O'sha riyo degani dozoqiy bo'ladi. Yana bir marta qaytaraman. Sen gandonlar o'zingni diningni ham bilmaysanlar, sen tupoy xalq, onangni aniga kirgan tupoy xalq. Hech o'zingni diningni ham bilmaysan sen gandonlar. O'sha maqtanish, pakazuxaga ishlash bu riyo deb hisoblanadi. Riyo degani dozoqiy. Dasha Muhammad Hoji Makkaga ketayotganda duo qilgan. Muhammad nima duo qilgan? Aytganki, "O Allohim, mana shu Hoji Makkaga qotganim, mana shu haj qotganim riyo bo'lib chiqmasin, iltimos menga yordam ber" deb shunaqa duo qilgan, bilasanmi? O'sha narsasi ham internetda ham bor, bu narsasi Qur'onda ham bor, hadisda ham bor, quyuplot. O'shaning uchun seni yana bir marta qaytaraman. Seni bitta ham o'sha Hoji Makkangmi, o'sha namozingmi, bir baloyingmi, hammasi bu pakazuxa. Chunki maqtanishga qilyapsan, obro' uchun qilyapsan, xudayish uchun qilyapsan. O'sha orqali xudayasan ham yana o'sha Hoji Makka qilib kelib, yo namoz o'qib xudayasan, boshqalarni o'rgatib. O'sha даже boshqalarni o'rgatishingga haqqing yo'q. Chunki sen bu narsalarni faqat Alloh uchun va o'zing uchun qilishing kerak. Nomer 1 Alloh uchun, odamlar uchun emas. Chunki odamlar uchun qildingmi, o'zing uchun qildingmi, bo'ldi, bu riyo deb hisoblanadi. Sen buni o'zing uchun qilding, odamlar uchun qilding, obro' uchun qilding. O'shaning uchun sen dozoqiy millatsan, bildingmi? Quyuplot. Bor, luboy domladan so'ra, luboy imomdan so'ra, bildingmi? Riyo degan narsa nima tushuntirib beradi senga. Pakazuxa deyiladi bu. O'sha domlalaring, mullalaring nima uchun o'sha riyo degan narsani o'rgatmaydi? Riyo degan narsa bu kichik shirk bo'ladi. Shirk degan narsani bilasanmi? Nimada bu? Shirk keltirma deyishadi. O'sha riyo degan narsa kichik shirk deyiladi. Nima uchun o'sha domlalar, mullalar jim bo'lib o'sha riyo degan narsani tushuntirmagansaga? Chunki o'sha gandonlar domlalaring o'zlari riyo qiladi. O'sha domlalaringlar ham butun dozoqiy domlalar, bildingmi? Spekulatsiya qiladi bu aytam. Voy, unaqa qilsang, bunaqa qilsang, masalan, janozangni o'qimayman deb spekulatsiya qiladi bu gandonlar, tushunasizmi? Sanlar spekulatsiya qilasanlar. O'zinglardan mullavachchani yasab, tushunasizmi? Mana Shuhrat Musayevni qaranglar. Bu konkretniy dozoqiy cho'chqa bo'ladi. Bu cho'chqa o'ylayaptiki, anaqa jannatga boraman. Yo'q, cho'chqa Musayev dozoqiy konkretni. Bu gandon chiqib nima degan? Voy, biza musulmonmiz, bizaga Jennifer Lopez to'g'ri kelmaydi. Xo'p, aytibsan-a? Endi senga aytishyapti kommentariyada bir nechta odam senga yozdiki, mana shu trading, bu laxatron, trading bu qimor. Buni bir nechta domlalar ham aytib chiqdi. Buni Muxtor Ali ham aytib chiqdi. Boshqa domlalar ham aytib chiqdi buni. Bu qimorga o'xshagan narsa. Qancha odam o'zini mablag'ini yo'qotadi. 95% odam dunyoda o'zini butun ishlab qo'ygan mablag'ini, pullarini oxirida yo'qotadi. Sen gandon nima deding? O'zinglardan mullavachchani yasamaylar, menga o'rgatmaylar deb. Mana senga qolganda, sen nima deysan gandon? O'zinglardan mullavachchani yasamaylar. Lekin sen chmo, semiz cho'chqa, o'zingdan konkret mullarni yasaysan sen. To'g'rimi? Senga mullarni. O'shaning uchun men senga faqat senga emas, sandakalarga men aytaman, Allohingizki, namozingizki, o'sha islom diningga ham ski, janozangga ham qo'tog'im, nikohingga ham qo'tog'im. Odamlarni shuncha lo'q qilishadiki, go'yoki mana shu ishda uchta arab so'zlarini gapirib nikoh qilib ketadi, keyin bo'lsa cho'nchagiga $1000 chiqasizlar o'sha mullaga bo'ldi. Nima bo'pti? Ishda uchta o'sha arab so'z vaquq deb ketgan narsasi nima bo'pti o'sha arab so'zda? Nima? Yoki o'sha anaqa janozang nima bo'pti o'sha ham arab so'zlarini gapirib ketadi. Bitta vaquq deb nima bo'pti?
Sanlarchi o'zinglarni bolalaringlar uchun o'zinglarni qurbon qilishga qo'rqasanlar. Sen qo'rqoq gandonskiy xalqsan. O'shaning uchun sen endi amin chiqdi ekonomika tomondan ham, boshqa tomondan ham. Chunki senlar zakoni природы deyshadi. O'sha zakoni природы buzilgan sanlarda, buzgansanlar o'shaning tushunasizmi? Tabiat qonunlarini buzgansan sen gandon. O'sha chunki islom din tabiat qonunlariga zid bo'lgan narsa. Ana o'shaning uchun senlar qashshoqlikdan chirab olsanlar. Endi tushundinglarmi? Bolalaringlarning kelajagi uchun sen o'zlaringlarni qurbon qila olmaysanlar. Qo'linglardan kelmaydi, duqinglar yo'q bilan. O'qimasang o'qima o'sha janozangni, o'sha janozang. Bir tinga qimmat o'sha janozangni, nikohingni bir tinga qimmat o'sha arabskiy ertaklaring. Dishingga tiling buralmaydi, chunki qo'rqoq xalqsan sen. Voy qo'shnim nima deydi? Voy ani qo'shnim nima deydi? Nima bo'pti qo'shni? Qo'shning uchun yashayapsanmi? Bolalaring uchun yashayapsanmi? Qo'shning uchun yashayapsanmi? O'sha mana Nilufar Hamidovani duxi yetibdi shu narsalarga. Endi bular gandon yozyapti. Negativ yozadi Nilufar Hamidovga, tushunasizmi? Nilufar Hamidova duxi bor xotin, duxi bor o'shani. Tushunasizmi? Sen qo'rqoqlar bilan вообще pizdец. Ana Musayev nima deydi? Men shaxsiy men xohlamas edim Nilufar Hamidovani meni qizlarim o'sha konsertiga borsin. Sani qizlaring kim ekan? O'sha urod qizlaring. Sana endi urod qizlaringga qarab ish ko'rish kerak ekanmi? Ha? Yo senga qarab ish ko'rish kerak. Sen o'zing kimsan o'zi? Qo'yiblut. Cho'chqa nima deydi? Ha bu turkni yoqib yuborishadi. Menga qara, o sanichi bitta o'rada ko'mib yuborishadi. Nima bo'pti? O'sha yerda chirib ketasan. Nima farqi bor? O'rani ichida yoqib yuborishadimi? O'rani ichida seni ko'mib yuborishadimi? Yoki yoqib yuborishadimi? Yoki axlatga tashlab yuboradi. Nima farqi bor? Gandon, nima farqi bor? Addiqo chirib ketasan o'lganingdan keyin, bildingmi? Jannatni senga emas, cho'chqalarga emas jannat. Senga emas. Yana bir marta aytaman. O'zbekiston millati butun dozoxiy millat. Chunki yana bir marta aytaman, juda ham ko'p riyo qilishgan ular. Kichik shirk deyiladi bu riyo degan narsa, bildingmi yana? Ishonmasang sen xuyiblut bor, Google'da qara riyo degan narsa. O'zingni diningni bilmaysan, yana islom nomidan sen bir baloga gapirasan, cho'chqa.